Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 1.8 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan ixchamgina korobka holatidagi 2 qavatlik 7 ta xonadan iborat bo'lgan nihoyatda chiroyli va bejirim uy proyektini obzorini qilmoqchiman. Avvalo obzorimizni boshlashdan oldin sizlardan bittadan like va podpiska tugmalari va undan tashqari o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda sizlarning xohishlaringizdan kelib chiqib proyekt qilishga harakat qilaman. Endi esa uyimizni bir boshdan ko'cha tomondan boshlab obzor qilamiz va video davomida birato'la uyimizga ketadigan material rasxodlarini mana bu yerga ketma-ket qo'yib boraman va ko'rib borishingiz mumkin. Xo'sh, ko'cha tomondan boshlaydigan bo'lsak, avvalo uyimizning uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, общий razmerimiz eniga 11 metr va uzunasiga 17 metr bo'lyapti. Shu holatiga 1.8 sotix bo'ladi va birinchi qavatimizda 3 ta xona va ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'lyapti. Общий 7 ta xonadan iborat. Bundan tashqari podval, shunga o'xshagan sanuzel va shunga o'xshagan yordamchi xonalarni ham o'z ichiga oladi. Xo'sh, ko'cha tomondan bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz. Bitta mashina bemalol o'tadi, yonidan ham o'tib qaytishga joy bo'ladi va darvozaxonamizdan uyga kiradigan asosiy eshigimiz bor. Uni hozir obzorda ko'rsatib o'taman. O'ng tomonimizda mana kattagina mehmonxonamiz bo'lyapti. Va buning ustida bitta kattagina yotoqxonamiz o'zining balkoni bilan birga bo'lyapti. Va darvozaxonamiz ustida mana bu chiroyli bejirim qilingan bu bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Xo'sh, hovli tomonlaridan ko'rsatib o'taman. Ikki tomonimizda qo'shnilar bo'lganligi uchun ikki tomonlar tomlari gulxoy qilingan. Mana shunday holatda bo'lyapti. Asosiy uyimiz pishig'ichdan bo'ladi va qolgan mana bu zaborlarimiz shlaka blokdan bo'ladi. Mana tomimizni frontonlari ham shlaka blokdan bo'ladi. Tomlarimiz yopilishlari mana tepadan ko'rinishlari. Eslatib o'taman, bunaqa tomimizga sal xarajat qariyb 2 barobar ko'proq ketadi, lekin uyimizni ancha chiroyli ko'rsatadi. Agar yana ham ekonom variant qilaman desangiz, tomlarni soddaroq qilsa ham uyimiz chiroyli ko'rinaveradi. Hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu tomonga qarab olamiz. To'g'ri, mana darvozaxonadan mana bu yerdan kirganimizda, bu yerda mana bitta mashina turadi va uyga kiradigan asosiy eshigimiz mana bu yerdan bo'ladi. Xo'sh, darvozaxonadan to'g'ri chiqqanimizdan keyin mana o'rtada hovlimiz bor. Bu yerda zilonli zonamiz. Mana bu yerda bitta hojatxona qoldirganmiz va uyga kiradigan yana bitta ikkinchi eshigimiz mana bu yerdan bo'ladi. Va eshikdan shunday kirganimizda to'g'rida bitta sanuzel bor va bu tomonda otaxon, onaxonlar uchun bitta yotoqxona qoldirib ketganmiz. Va shu xonamizning tagi mana bu yerdan ko'rgan bo'lsangiz, mana to'g'ri podvalga kirib ketiladi. Podvalimiz kotelniy kladovka xona va shunga o'xshagan yordamchi xona sifatida ishlatsa bo'ladi. Va bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu oshxonamiz bo'lyapti. Choy ichadigan, ovqat pishiradigan xonamiz. Darvozaxona va hovli tomonga qaragan derazasi bor. Yorug'lik yaxshi chiroyli ko'rinib tushib turadi. Va ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, mana bu yerda bitta bolalar xonamiz, detskiy xona, hovliga qaragan. Darvozaxonani ikkiga bo'lganmiz, ikki tomonda detskiy xona bo'lyapti mana shunday. Va bu tomonimizda bitta ota-onalar yotoqxonasi, o'zining ichida garderob va sanuzel bilan birga bo'ladi. Xo'sh, qisqacha obzorni ko'cha tomondan tushuntirib o'tdim. Endi bir boshdan material xarajatlari va uyimizning planirovkasini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib fundamentdan boshlaymiz. Mana shu holatdagi uyimizning betoniga, ya'ni fundamentiga hozir ko'rsatib o'taman. Mana bunda 66 kub atrofida beton sarflanadi. Mana shunday holatda uylarimiz hammasi обычный fundament, tagida podushkalari bilan va bitta mana bu yotoqxonamiz tagi podval bo'ladi. Mana kiradigan joyimiz, bu yerda derazasi qolgan. Umumiy hisobda mana shu holatdagi betonimizga 66 kub atrofida beton sarflanadi. Mana taglarini ham ko'rsatib o'taman. Shunday holatda bo'ladi. Va uyimizga umumiy ketadigan g'ishtimiz, pishig'ichimiz, ya'ni birinchi qavat va ikkinchi qavat mana shunday holatdagi hammasiga bo'lib 66, ya'ni 32 ming dona atrofida mana shunday holatda pishig'ich sarflanadi. Endi birinchi qavatimizni planini ko'rib chiqamiz va birato'la qolgan material xarajatlarini ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni mana bu yerda plitalari ham, boshqalari ham bor. Ularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Plandan boshlaydigan bo'lsak, mana tepadan ko'rinishi darvozaxonamiz uzunasiga to'g'ri borib hovliga o'tiladi. Va bu yoqdan qaraganimizda mana boya aytganim darvozaxonadan kiradigan asosiy eshigimiz bor. Mana 3 ta zina bilan to'g'ri mana bu yerga kiramiz. Kirganimizda bu yerda ozgina plashatkacha bor, undan o'tamiz. Kirganimizda zinaxonamiz bo'lyapti. Zinadan to'g'ri ikkinchi qavatimizga chiqamiz va zinaning tagida ham bitta kichkinagina kladovkacha qoldirib ketganmiz. Buni hojatxona sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Mana shu ikkita uchta zina bilan tushiladi.
tagida bitta xonacha bo'ladi. Bu yoqda ham sanuzelimiz bor. Buni запасной qilsa ham yoki kladovka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Xo'sh, holga kirganimizda bu tomonda mana mehmonxonamiz, ko'cha tomonga qaragan mana bu derazasi mana shunday holatda bo'lyapti. Va chap tomonimizda oshxonamiz bo'layotganidek kattagina oshxonamiz bo'lyapti. Mana bu tomonga masalan oshxona mebellarini joylashtirilsa, bu tomonga divan kreslo qo'yib, choy ichadigan qilib, televizor qo'yib, sharoitlarni qilsa bo'ladi общий. Va bu oshxonamiz mana hovli tomonga va bu darvozaxonamizga qaragan oynasi bo'ladi. Va shu oshxonani o'zidan to'g'ri ikkinchi holchamizga o'tamiz. Mana hovli tomondan kiradigan qismi ham bor, ya'ni mana bu yerdan bu tomondan ham kirsa bo'ladi va aylanib kelib hovlidan ham kirsa bo'ladi. Hovlidan kirganimizda to'g'ri mana ikkita eshigimiz, uchta eshigimiz bor aniqrog'i. To'g'rida общий sanuzelimiz bor va chap tomonda mana otaxon, onaxonlar uchun bitta spalni qoldirib ketganmiz. O'ng tomonda oshxonaga kiriladi. Ya'ni oshxonamizga ikki tomondan bemalol kirib chiqsa bo'ladi, qulaylik bo'lishligi uchun. Va podvalimiz bo'layotgandek to'g'ri mana bu yotoqxonamiz tagi podval bo'lyapti va hovlimiz uchun bitta hojatxona qoldirib ketilgan. O'rtada yashil zonasi ham mavjud. Va undan tashqari plitalarni ham ko'rsatib o'taman. Mana shunday holatda plitalarimiz bo'ladi va qolgan joylari monolit qilinadi. Ya'ni mana bu zinalarimiz hammasi monolitga qo'shilib ketishi kerak. Shuning uchun bu tomonlar monolit bo'ladi. Mana bu yerda ikkinchi qavatimiz sanuzeli bo'lgani uchun bu yerga ham monolit qilinadi. Mana shunday holatdagi plitalarimiz qo'yiladi. Xo'sh, endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni buni tomini olib turib, ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Birato'la keyin mana bu vassalarni ham ko'rib chiqamiz. Rasxodlarni. Xo'sh, mana bu yerdan mana to'g'ri ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, zinadan to'g'ri chiqib kelamiz. Bu yerda mana hol bo'lyapti. Ya'ni bu tomondan qarasam tushunarliroq bo'ladi. Zinadan to'g'ri chiqamiz. Bu tomonda mana zal, mehmonxonamiz ustida bitta katta yotoqxona bo'lyapti. O'zining mana ko'cha tomonga qaragan balkoni bilan birga bo'ladi. Va o'ng tomonimizda oshxonamiz ustida yana bitta ota-onalar yotoqxonasi, hovli tomonga qaragan mana bunday mana derazasi bo'ladi va buning o'zining ichida garderob va sanuzeli bilan birga bo'ladi. Mana bu yerga uglovoy shkaf mana bunday ixchamgina qilib joylashtirilsa garderob va shuni o'zining ichidan to'g'ri mana bu yerga sanuzelga ham o'tib ketsa bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Mana bu yerga holga chiqamiz, ikki tomonda eshik bo'lyapti. Va holdan yana ozgina o'tamiz. Bu yerda ham kichkinagina holcha bor. Rayonni tagidan o'tadigan bo'lsak, bu darvozaxonamiz usti bo'lyapti. Mana ikki tomonda eshigi bor. Bunisi ko'cha tomondagi detiska, bunisi hovli tomondagi detiskaga kiriladi. Va koridorimizning to'g'rida mana bu yerda общий sanuzelimiz, ya'ni mana shunday joylashgan bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Birato'la betonimizga rigel kolonnalarimizga ketadigan beton va armaturalarni ham aytib o'taman. Mana shu holatdagi mana kolonnalarimiz birinchi etajdan polni chiqqan tepaga regellarimiz birinchi qavat, ikkinchi qavat hammasi bo'lib, mana shu regel kolonnalarimizga ketadigan betonimiz sarfi mana bu yerda yozganman, 34 kub atrofida beton sarflanadi. Ya'ni fundamentimizga 65-66 kub atrofida beton, regel kolonnalarimiz ham kam ketmaydi, chunki soni ham ko'proq. Shuning uchun 34 kub atrofida beton ketadi va bularga ketadigan armaturalarimiz bu yerda ham regel, ham kolonnalar va mana bu padushka, fundament betonlarimiz hammasini hisoblaganda armaturalarimiz 2300 metr atrofida armatura sarflanadi. Bularni ozroq ekonom variant qilsa ham bo'ladi, lekin o'shanday baquvvat bo'lgani menimcha baribir yaxshiroq. Umumiy hisobda armaturalarimiz общий hammasi uyimizga ketadigan armaturalar hammasi bo'lib 2300 metr atrofida armatura sarflanadi. Va undan tashqari mana ikkinchi qavatimiz ham bitta, ustidan keyin mana bu nimalarni qo'yib chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz plitamiz, bolor qilganmiz. Mana shunday holatda 4 metrlik bolorlarimizdan 50 dona atrofida mana shunday ustiga qo'yib chiqamiz bolorlarimiz. Mana shunday holatda va bularning ustidan vassa qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana abreshotkalarni qo'yadigan bo'lsak, o'rtacha 2 metrlik mana shu abreshotkalarimizdan 400 ta atrofida, 400 dona atrofida mana shunday sarflanadi. Bunga ham bu uyimizning tomi va mana bu uchamizning tomi, mana bularni ham qo'shib hisoblaganda 50 ta bolor va 400 dona mana bunaqa reshotkamiz ketadi, vassalarimiz. Va umumiy endi tomimizga keldik. Umumiy tomimizga ketadigan profnatilimiz kvadratini hisoblaydigan bo'lsak, tomimiz mana bu mayda chuydalar ham asosiy tomimiz, mana bular hammasi bo'lib
200 kvadrat atrofida mana shunday tunika olinadi. Sal ziyodroq olasiz, chunki mana bunaqa kirgan chiqqan joylari, qiyqim joylari bor. O'shalarni hisoblab bundan ziyodroq olinadi. Va oxirgisi uyimizga ketadigan mana bu eshik romlarimiz, birinchi qavat, ikkinchi qavat hammasi bo'lib, bular ham arzon narsa emas. Shuning uchun buni ham kvadratini chiqarganmiz. 80 kvadrat atrofida mana shu eshik romlarimiz akfalarga zakaz bersangiz bo'ladi. Mana shunday kelib yana ham o'zlari o'lchaydi. Umumiy hisobda sizga hisobni chiqarish uchun mana shunday holatda umumiy kvadratini aytib o'tyapman. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib, obzor qildim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, bemalol tortinmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda albatta qoldirib ketishingizni so'rab qolaman.